ikkinchi masalada demak qandli diabet geni o'rganilyapti. Qandli diabetga chidamlilik D gen bilan ifodalanadi ekan. Chidamli bo'lsa dominant, resessiv esa chidamsiz bo'ladi. Bu yerda penetrantlik 75%, dominant D genining uchrash chastotasi esa 0,7 hisoblanar ekan. Birinchi qiladigan ishimiz pennet katakchasi chizib olish bo'ladi. D resessiv D resessiv D. Bu yerda chastotalarni qizil bilan yozib chiqaman. 0,7 edi. Bu yerda 0,3 edi. 0,7 0,3. Yaxshi, mana bu yer 0,49 0,21 0,21 0,09 chastotada olindi. Demak, bundan xulosa qilamizki, dominant D genga ega bo'lganlar 91%, resessiv D gamma-zigota holatda bo'lganlar esa 9% ni tashkil qiladi ekan. Ana endi bunga penetrantlikni qo'llaymiz. Dominant D genining penetrantligi 75% deyapti. 75%. Biz shu organizmni, ya'ni dominant D genga ega bo'lgan organizmlar foizini 2 xil hisoblashimiz kerak. Mana 75% ni topib olishimiz kerak, 25% ni topib olishimiz kerak. 91% ni. oltmish sakkiz butun 25 22,75 gen dominant D yuzaga chiqadi va diabetga chidamli. Mana bu esa chidamsiz, lekin organizm tarkibida dominant D geni bor. Resessiv D gen, ya'ni saqlagan gamma-zigota holatda bu ham kasallikka chidamsiz bo'ladi. Xo'p, 22,75 va 9% qo'shib qo'yamiz. 31,75% chidamsiz ekan. 1. Chastotalar topildi. 2. Kasallikka chidamli moyil shahar chastotasi topildi. 2 ham bajarildi. Va kasallik rivojlanishi mumkin bo'lganlar chastotasi ham topildi. Masalamiz to'liq bajarildi.